Yetimlikning qattiq noni. Muallif Go'zal Omonova. Ikkinchi qism. Onajon, men ham yoningizga ketgim kelyapti. Shafqatsiz dunyoning chirkin o'yinlaridan charchadim. Nega meni nohaq ayblashdi? Nega? Nima uchun? Kimga kerak bo'ldi menga buxton qilish? Shu bilan bu masala yakunlanmadi. Pul yo'qolishda davom etdi. Bir kuni kelinoyim va tog'amning yotoqxonasi oldidan o'tayotganimda ichkaridan shitirlagan ovoz eshitildi. Qiziq, ikkalalari ham eshitdilar-ku. Xona eshigini ochib qarasam, ichkarida tog'amning katta qizlari to'yga deb yig'ilgan puldan olayotgan ekanlar. Opa, siz nega menga tuhmat qildingiz? Men sizga nima yomonlik qilgandim? Nega menga buni ravo ko'rdingiz? Axir sizni o'z opam degandim-ku. Sen barchasiga sen yetimcha aybdorsan. Seni deb dadam bizga avvalgidek e'tibor qaratmayapti. Seni hammamizdan ko'proq yaxshi ko'radi. Nega hayotimizga kirib kelding? Onang bilan birga o'lib ketsang bo'lmasmidi? Yo Alloh, bu ne sinov? Nahot opamning qalbida menga nisbatan shunchalar nafrat bo'lsa, mening aybim nima? Onamning bevaqt o'limini yoki o'z otam meni tan olmaganimi? Kim uchun, nima uchun yashayapman bu dunyoda? Agar biror kishiga aytsang, o'ldiraman sen yetimchani. Yo'q, opajon, siz emas, men o'zim qilaman bu ishni. Onajonimning oldilariga tezroq ketishni istayman. Bu dunyoda ortiq yashashni istamayman. Xonadan chiqib shu yaqin o'rtada oqib o'tadigan anhor bo'yiga bordim. Anhor suvi naqadar sokin, bir maromda oqmoqda. Ko'zlarimni chirt yumib, qo'llarimni keng yozdim. Mana hozir hammasi tugaydi. Yoningizga boryapman, onajon. Shu payt kimdir qo'llarimdan tutib meni o'ziga qattiq tortdi. Yo'q, qo'yib yuboring. Men yashashni istamayman. Onajonimning oldilariga ketgim kelyapti. Iltimos, qo'yib yuboring. Munisa, o'zingni qo'lga ol, qizim. Bu xolamning ovozlari edi. Xolajon, bag'irlariga otildim. Oyimni oldilariga ketgim kelyapti. Yashagim kelmayapti, xolajon. Meni kechir, bolajonim. O'zimdan ortib senga qaray olmadim. Nahot shu darajaga kelishingga sabab bo'lgan voqea sodir bo'lgan bo'lsa, qani ayt Munisam, kim xafa qildi seni? Hech kim xafa qilmadi. Shunchaki oyimni sog'indim. Sen ham onangdek yolg'on gapira olmaysan. Seni nima bunchalar azoblayotganini ayt menga, qizim. Ko'z yosh to'kib, jim turaverdim. Xolam qo'limdan tutib tog'amning uylariga olib ketdilar. Tog'am va kelinoyim mehmondorchilikdan kelishgan ekan. Meni ko'rib tog'am qovoq uyib oldilar. Qachondan bunchalar bebosh bo'lib ketding? Nega hech kimga aytmay uydan chiqib ketding? Sendan qanchalar xavotir olganimizni bilasanmi? Qayerlarda sanqib yuribsan? Aka, nega bolaga o'shqirasiz? Bu nega bunchalar g'amgin bo'lib qolgan desam, gap bu yoqda ekanda. Singlimizning omonatini shunday asrayapsizmi? Bo'ldi, bugundan boshlab Munisa men bilan yashaydi. Bir norasidaning boshini silash sizlarga og'irlik qilayotgan bo'lsa, o'zim uni boshini silayman. Sen buni nima ish qilganini bilasanmi? To'yga deb yig'ib yurgan pullarimizni o'g'irlayapti. Birinchi marotaba kelinoying xonasidan topib olgan ekan. Menga aytmaganda. Bugun Sabina xonamizdan pul o'g'irlayotganida tutib olibdi. Menga aytishidan qo'rqib, uydan chiqib ketgan. Hayratdan ko'zlarim katta ochilgancha joyimda qotib qoldim. Hammalari mendan izoh talab qilgandek qarab turishardi. Nima deyishni bilmay kalovlanib qoldim. Nahot opam menga buni ravo ko'rmoqda? Men olmadim pulni, deya oldim xolos. Men yolg'on gapirdimmi unda? Qachon o'g'irlaganini tan olibdi bu tan olsa? Mana dada, bizdan ortiq yaxshi ko'rgan jiyaningiz qo'li egriligi yetmagandek tuppa-tuzuk yolg'onchi ham ekan.
dedi opam. Otajon, men o'g'ri emasman, dedim ho'ngrab yig'lab. Iltimos, ishoning menga, men olmadim. Ortiq chiday olmadim. Xonamga kirib ketdim. Ortimdan xolam kirib keldilar. Munisa qizim, kiyimlaringni yig'ishtir. Menikiga ketamiz. Sen aybdor emasligingni bilaman, lekin tog'ang hozir senga ishonmaydi. Barchasiga vaqt davo. Vaqt kelsa, asl haqiqat oshkor bo'ladi. Xolamning uylariga bordik. Pochcham chet elga ishlashga ketganlar. Xolam 2 o'g'illari bilan yolg'iz yashaydilar. Yaqinda maktabni tugataman. O'zimizning tuman kasb-hunar kollejiga o'qishga topshirish niyatidaman. Kunlarim bir maromda sokin o'ta boshladi. Bu yerda meni hech kim tergamas. Xolam uy ro'zg'or ishlariga o'zlari mas'ul edilar. Ko'proq meni o'qishimga e'tibor qaratishim kerakligini uqtirardilar. Haqiqat juda tez yuzaga chiqdi. Xolamning aytishicha, men ketganimdan so'ng bir muddat pul yo'qolmagan. Ammo yaqinda juda katta summada pul o'g'irlanibdi. Tog'am uchastkovoyga murojaat qilibdi. Aniqlanishicha, Sitora opam bir yigit bilan ahdlashgan. Yigit qimorboz ekan. Opamni aldab-avrab uydan pul olib chiqishga majbur qilar ekan. Bir kuni xolamning uyiga tog'am keldilar. Ko'zimga qaray olmadilar, bechora tog'am. Munisa qizim, kechira olsang kechir bizni. Sen ketgach, uyimizning fayzi yo'qoldi. Opang meni butun mahallaga sharmanda qildi. Senga ko'p nohaqlik qildik qizim. Aka, xafa bo'lmang-u, lekin Munisani endi sizga qaytib bermayman. Juda qiynadilaring qiz sho'rlikni. Hayotdan bezib ketgan edi bolam. Endi tiklanyapti. Yana tavakkal qila olmayman. Xolam o'sha kungi anhor bo'yidagi bo'lgan voqealarni tog'amga aytib berdi. Meni esa opalarim qilgan nohaqliklarni aytib berishga majbur qildi. Tog'am o'kirib yig'lab o'zini oyoqlarim ostiga otdi. Kechir bolam, men nodonni kechir. Omonatni asray olmagan, senga ishonmagan men so'qirni kechir. Iltimos uyimizga qayt. Alloh omonat jonimizni olsa, singlimga qanday javob beraman? Ko'zlariga qanday qarayman mushtiparimni? Kechir meni bolam. Men ham unsiz yig'lardim. Tog'amning ko'ngli uchun uyga qaytishga rozi bo'lmoqchiman. Ammo opalarimning menga qilgan ishlarini o'ylasam, juda qo'rqardim. Yana shunday azoblashsa-chi? Birdan tog'am yon tomonga qulab, hushini yo'qotdi. Qo'rquvdan chinqirib yubordim. Otajon, ko'zingizni oching. Meni qo'rqitmang. Onam tashlab ketgani kammidi, otajon? Iltimos, ko'zingizni oching. Mayli, siz bilan birga uyga ketaman. Umuman yoningizdan ketmayman, otajon. Xolam tez yordam chaqirdilar. Ma'lum bo'lishicha, kuchli hayajon, stresslar tog'amning yuragiga salbiy ta'sir qilgan va insult o'tkazgan ekan. Xolam qattiq gapirganidan pushaymon bo'lib, tinmay o'zini ayblardi. Men ham o'zimni aybdor his qilyapman. Tog'amnikiga qaytib keldim. Avvaliga hammalari menga juda yaxshi muomalada bo'lishdi. Ammo keyinchalik yana avvalgi holat takrorlana boshladi. O'qishlarim ham qolib ketdi. Opalarim yana meni turtkilashni boshlashdi. Akamni, ya'ni tog'amning o'g'lini uylantirdik. To'y harakatlari juda toliqtirdi. Yangi kelin keldi. Endi biroz ro'zg'or yumushlari yengillashsa kerak. O'qishlarimni yo'lga qo'yib olsam bo'ladi, nasib bo'lsa. Tog'amning ahvoli ancha yaxshi tomonga o'zgara boshladi. Kundan kunga opalarim, kinoyimning zug'umlari ortib borardi. Ularning safiga yangi kelin, ya'ni akamning xotini ham qo'shilgan. Hali buni bahona qilib meni kaltaklashar. Men esa tog'amning salomatligini o'ylab, bariga jim chidashga majburman. Opamning kirdikorlari ochilgandan keyin kelinoyim ham to'nlarini teskari kiyib, menga nafrat ko'zi bilan qaraydigan bo'lib qoldilar. Bariga men sababchidek tinmay menga bosim o'tkazardilar. Ba'zida barchasiga ko'z yumib o'z jonimga qasd qilish haqida o'ylab qolaman. Ammo tog'am buni ko'tara olmaydilar.
Tog'am uchun ham yashashga majburman. Bir kuni oshxonaga kirsam, juda xushbo'y hid kelayotgan ekan. Akam kelinoyimga kabob olib kelgan ekanlar. Meni ko'rib kabobni shkafga olib qo'ydilar. Noqulay ahvolga tushib qoldim. Men suv ichgani kirgandim. Tezda ichingu, eshikni yopib chiqib keting. Bemalol ovqatlanib ham bo'lmaydi bu uyda. Qoshlarini chimirdilar kelinoyim. Xo'p bo'ladi kelinoyi. Bo'g'zimga nimadir tiqilganday bo'ldi. Ko'zlarimdan achchiq ko'z yosh tomdi. Sabina opamga sovchi keldi. Uzoq tumandan. Tog'am va kelinoyim maslahatlashib, keyingi safar kelganida rozilik beradigan bo'lishdi. Tezroq rozilik bersak, ko'p surishtirishga ulgurishmaydi. Agar surishtirsa, aniq qaytib kelmaydi, dedilar tog'am. Nima, men sizlarga qo'ymanmi? Kim yetaklasa ketaveradigan, duch kelgan odamga berib yuboradigan. Nima, sen shahzodaga turmushga chiqmoqchimiding? Shular kelganiga ham shukr qil. Agar sening qiliqlaringni eshitsa, bularning ham qadami uziladi. Jahli chiqib ketdi tog'amni. Sabina opamni ham unashtirdik. Yigit usta ekan. Ota-onasi o'tib ketishgan, uzoq qarindoshlari savob uchun uylantirib qo'yishmoqchi ekan. Yana to'y harakatlari boshlanib ketdi. Yana yumushlarim ko'paydi. Akamning xotinlarini bo'yda bo'ldi. Endi umuman uy ishlariga qarashmay qo'ydilar. Har tugul opalarim va kelinoyim to'y tashvishlari bilan bo'lib, meni turtkilamay qo'yishdi. Ammo bu vaqtinchalik edi. Sabina opam kun ora bozorga borar, sarpomga deb uydagi barcha yangi buyumlarni sandig'iga solib qo'ygandi. Bir kuni tikuvchiga meni ham olib bordi. Naq 25 ta ko'ylak tiktirayotgan ekan. Bozordan olgan kelinlik liboslari oxiri ko'rinmaydi. Bir kishiga nega kerak buncha libosning? Tog'am hammani bozorga chiqarib, to'yga kiyish uchun ko'ylak olib berishlarini aytdilar. Munisa Sabrina akasining to'yida kiygan ko'ylakni kiyadi. Ko'ylak hali yangidek turibdi. Atiga 2-3 marta kiyilgan. Nega aynan Munisa? Boshqa qizlaring kiysin opasining ko'ylagini. Jahli chiqdi tog'amning. Chunki boshqa qizlarimga ko'ylakning razmeri to'g'ri kelmaydi. Qovoq uyib izoh berdi kelinoyim. Munisa ham yangi ko'ylak oladi. Tamom. Oy chiqsa ham shunga, kun chiqsa ham shunga. O'zi meni gapim siz uchun qachon ahamiyatli bo'lgan? To'y ustidamiz. Ozroq pulni tejasak o'zingizga foyda-ku. Pulni tejamoqchi bo'lsang, Sabrinaga ayt, har kuni bozorga yugurmasin. Endi to'y bo'ladigan qizga taqiq qo'ying. Qayerdan ham shu yetimchani vasiylikka oldik. Boshga bitgan balo bo'ldi bu. Ortiq chidab tura olmadim. Shu ko'ylakni men kiya qolaman tog'ajon. Menga yangi ko'ylak kerak emas. Faqat iltimos, men sababli urushmanglar. Xonadan chiqib ketdim va ho'ngrab yig'lab yubordim. Meni aybim nima yo Alloh? Nega meni bunchalar erta yetim qoldirding? Barcha insonlar kabi ota-onam bag'rida ulg'aysam bo'lmasmidi? Nega buni menga ravo ko'rding? To'y kuni ham keldi. Opam kelinlik libosida juda ochilib ketgandi. To'y ayni avj pallasida opamning avval gaplashgan yigiti kirib keldi. Kim kirgizdi buni ichkariga? Kelinoyimning ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi. Yigit to'g'ri xonadonning oldiga borib, mikrofonni oldi.